Lekin meni muxlis подписчиklarim. Mana bugun inshaalloh payshanba. Ertaga hayit kuni, hayit namozidan keyin inshaalloh biz 10 da shatta bo'lamiz. 3 gacha shu klientlarning kuniga qaraymiz. Hali ota-onasiga podarka telefon. Eng yaxshi narsa podarka telefon. Ertaga bazamiz ham ishlaydi, pasportimiz ham ishlaydi, hamma joyim ishlaydi. Ertadan xudo xohlasa inshaalloh chiqaverasizlar, Hamma dam oladi. Bitta men chiqaman ertaga. Shogirdlar bilan jo'lan urib xizmatdamiz. Bardan fayz bermanman. Ota-onadan duoni olishlaring uchun ham chiqaman men. Sizlar uchun chiqaman klientlar. Ertaga o'zi dam olish kerak. Ko'p kishi aka chiqing ertaga hayitga ota-onaga duo olish uchun yaxshi telefon berasiz deyapti. Ko'ringlar, fotalanish uchun 571 eng arzon joyi. Ertaga hayitdan keyin 10 da chiqamiz. Hamma joy kelaversin. 3 gacha chiqamiz lekin. Yangiliklar kelgan, olinglar.